Nivea qora va oq 72 soat himoya. Iz, dog', ter, hid va teri bezovtaligiga qarshi. Nivea qora va oq. Nivea teri uchun. Jasjan haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Jasur, familiyasi Shodiyev, bloger va vayner, Jizzax viloyatidan. Vazni 70 kg, 1997-yilda tug'ilgan. Jasurning bolaligi Toshkentda o'tgan, 2 yil Dubayda yashagan, bank kollejida moliya agentligi bo'yicha o'qigan. Millati o'zbek, bitta ukasi bor, uylangan va Muhammad ismli farzandi ham bor. Uxlashni yaxshi ko'radi, pranklar orqali ko'tarilgan. Jasjan New nomli Instagram nikida faoliyat yuritadi. Sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Malayziya, Gruziya va Tailandga borgan. My Generator Uz brendining ambassadori hisoblanadi. Kurantil bilan jang qilishgan va bu jang Jasjan uchun ikkinchi professional jang bo'lgan. Birinchi jangida esa raqibini nokaut qilib yutgan. Aktivistga vizov tashlagan, lekin aktivist bu vizovni qabul qilmagan. Yoshligida milliy kurash bilan shug'ullangan. Hozirgi kunda suzish bilan shug'ullanadi. Odilxonning podkastida intervyu bergan. Mubin Lolo bilan ham videolar ishlashgan. Jasjan Bonamurga ham prank qilgan. Dilimi va Miktimiga ham vizov tashlagan. O'zining YouTube kanali bor va u yerda asosan pranklarni joylaydi. Oilasi haqida internetda gapirishni yomon ko'radi. O'rtog'ini sochini kalga olib tashlagan. Ehsonlar qilib turishni yaxshi ko'radi. Odamlarga tekinga non tarqatgan. Jasjan hatto Tailandda ham odamlarga prank qilgan. Ummonning qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan ovqati to'y oshi. Kurantin bilan jangidagi harakatlari men bo'lib ketgan. Amirxon bilan ham yaqin do'st. Hozirgi kunda faqat qizlar bilan prank videolar olyapti. Rasul Kusherbayev bilan ham post qo'ygan. Giveawaylar qilib turadi. Hind qizlari bilan hindcha raqsga tushgan. O'zgacha bosh kiyimlar kiyib turadi. O'zining Jetour mashinasi bor va ukasiga ham Jetour mashinasini sovg'a qilgan. Ko'rvor urish kerak so'zi juda mashhur. Jasjan Avtotest nomli kompaniyasi bor. Yoshligidagi rasmlarini qo'yib yurishni yaxshi ko'radi. Litvinning giveawayga qatnashgan. Eski akkaunti butun umrga bloklangan. Yangi akkauntida 5 oyda 1 million obunachi yig'olgan. Aziz Estet bilan ham urushib qolishgan. Gelikda taksi qilgan. Motivatsion videolar ham oladi. Bilyard o'ynashni yaxshi ko'radi. Qo'qonlik tabibni asl yuzini ochgan. Yoshligida mol boqqan. Yunkani meni sobiq qizim deb aytgan va unga uylanmoqchi bo'lganini aytgan. Eng yaxshi ko'rgan mashinasi Lamborghini. Do'sti Amirxonga ham prank qilgan. Hozirda Qoraqamishda yashaydi. 7-sinfligida bozorda savdo qilgan. Нормально говорю все. Metroda kursini reklamasini qilgan. O'zini aytishi bo'yicha yoshligida paxta tergan. Rep ham aytib ko'rgan. Adrenalin olishni yaxshi ko'radi. Balandlikdan o'zini tashlagan. Ot minishni biladi. Yurib ketayotgan mashinadan qovun o'g'irlagan. Turkiya restoranlarini yaxshi ko'radi. Mashinada avtohalokatga uchragan. Odamlarga $100 berib, sochini oldirgan. Yashin TV proyektida intervyu bergan. Har kuni kechqurun achimaniya qilishni maqsad qilib qo'ygan. Xokkeyni yaxshi ko'radi. Jasjanning karikatura rasmi ham bor. Java aslida menman deb aytgan. Jingalak soch ham qildirgan. Lil Xuramovni yomon ko'radi. Dubaydan deport bo'lgan. Eng yaxshi ko'rgan ichimligi kola. Ingliz tilini biladi. O'rtog'ini to'yiga fartuk va o'qlov sovg'a qilgan. Instagramda 1 milliondan ortiq obunachisi bor va 500 ga yaqin post joylagan. Malayziyaga oilasi bilan borgan. Qizlarga gul berishni yaxshi ko'radi. Hayotda asabiyroq. Heyterlari juda ham ko'p. Klassik uslubda kiyinadi. Ilk uchrashuv teleshowusida ishtirok etgan. Jasjan Aslanboyga ham prank qilgan. Pranklar uchun yig'lab uzr so'ragan va bunga million jamoasi ham taqlid qilgan. Yurakdan gapiramiz teleshowusida ham qatnashgan. Nasafiy bilan yaqin do'st. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.